Modnitsa qizlarimiz uchun shunaqa modniy qaranglar trikolarimiz keldi. Novinkalarimiz вообще asal turar ekan. Buni 3 xil fasoni bor. Rassetkalarni ham hosiliga ko'rsatib chiqaman. Qaranglar. Birinchi fasoni bu mana men kiyib olganimdan. Mana bu yerda rezinkalida tegi mana qaranglar. Tegida ham rezinkasi bor. Xohlasanglar mana bunaqa qilib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar keng qilib kiysanglar ham bo'ladi. Sinisidan bor, qizilidan bor, mana bunaqa serisidan ham bor. Endi qaranglar, ikkinchi fasonga o'taman. Ikkinchi fasoni уже mana bunaqa. Mana bu уже boshqacharoq fason. Bu boshqacha, bu boshqacha. Endi uchinchi fasoni mana hech nimasiz Nike. Mana qaranglar, bu Miu emas, Nike. Bu rezinka. Tegini ham sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Tegi ham mana rezinka. Mazza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. O'qishga ham, fizkulturaga ham mazza qilib kelsanglar, tepasiga oq narsa kiyib olsanglar. Razmeri standart, kelib bemalol kiyib ko'rib xarid qilishinglar mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 129 ming so'mdan qizlar. Shunaqa chiroyli trikolarni, jogerlarni kiyib ko'rib xarid qilib ketinglar. Hammanglarni Benzi do'konimizda kutib qolamiz.